300 dollar sizga. Qayerdan ostov chiqdi? O'tgan safar 10 kun oldin 300 ming to'g'riz beruvdi. O'sha kunni o'zida 10 barobar bu qaytdi. 3000 dollar rostdan qaytdi ona. Qanaqa? Yana milliard bersin, ilohim barakangga qilsin. O'shanga yana 3000 kerak edi, o'shaning uchun 300 dollar berib qo'ya qoldim. Qanaqa shunaqa bo'ladi, oyi? Xohlasa 300 dollar, yana 3000 dollar topasan. Nimaga deganda qandirdan bo'lyapti bu narsa barakang. Erta uylanaman deb turib olding. Agar ko'chada birorta zino ko'zi bilan birovga qarab qo'ysam ham, siz gunohkor bo'lib qolasiz dedingdayin, erta uylanishga harakat qilding. Agar erta uylanib oilada o'zingga, oilangga, zavjay halolingga manga qilyapsan-ku, mana shuni o'zida baraka yog'ilib ketadi-da. Agar mabodo uylanmay, kechiktirib, hali qiz tanlab yursang, ham Alloh roziligi tushmaydi, ham onangning roziligi tushmaydi. Ona rozi, ota rozi, Alloh rozi-da. Qatdan shuncha barakang kelyaptiki, oilangga qilyapsan hozir. Ko'chalarda yurmayapsan, tungi klublarga bormayapsan, fahshlarga aralashmayapsan. Shuning o'zida baraka bo'ladi. Bo'ldi.